Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Men Asadulloh kanaliga xush kelibsizlar. Antiqa narsalar topib qo'ygan, mob chiqib qo'yganman. Chiroyli narxlarda, xudo xolasa hamma yo'qni obzor qilib tanishtirib o'tamiz. Har xil mebellar bor. 3 ta joyimiz bor. Gilomizlarmi, gazdizlarmi, xudo xolasa hamma yo'qni topib qo'yganman. Like bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar. Xudo xolasa tanishtirishda davom etamiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Kegina. Xo'p. Bir mashinadan ketayotganini turamiz. Taxtadan bo'ladi. Oldilar Ruminiyada ishlab chiqarilgan 97-yili bizga kelgan. 97-yil. Pechatlarigacha. Matraslari qanaqa buni? Matras brus 2 metr bo'ladi. Pechatlari hamma yo'g'i joyida. Mana bu tagi o'zi shunaqa bo'ladi. Ajoyib. Ha, anaqa sinmaydigan nima? Ham prujina vazifasini bajaradi. Brus 2 metr, ikkita tumbichkasi, trimosini ham oldilari yog'och bo'ladi. Usti dispi. Shifanerimiz joylashuv razmeri 2,5 metrga 220 joyda egallaydi. Ikkita tomoni polka, vishilka, o'rtasi polka. Oldilari yog'och bo'ladi buni ham. Taxtasi bunaqa nima desa bo'ladi, qizil yog'ochga o'xshagan taxta. O'zimizning sasna-pasnalar bas. Tagida tortmalari ham bor. Tortmaga ham ancha-muncha narsalar joy bo'lib ketadi. Qulub kalitlari ishlaydi. Hamma yo'g'i ishlaydi. Qulub kalitlari bor. Qulub kalitlari hamma yo'g'i ishlaydi. Xo'p, bunimizning narxini 4,300,000 so'm qilib beramiz. Vodiy bo'ylab dastavkasi bor. 4,300,000 so'm. 4,300,000 so'mga dastavkasi bor. Olib borib beramiz. Navbatda shifanerimiz bor. Germaniyada ishlab chiqarilgan. O'sha Soyuz mahallida kelgan, holati tiniq. Bunaqasi ancha-muncha kamdan kam keladi. Bir o'pirilgan, netgan joylari yo'q. Ammo biz oshirmoshlarni yangilab berganmiz. Hali keyin yana usta chaqirib, aybi nuqsoni yo'q. Usta chaqirib yurishmaydi. 2 ga bo'linadi. 80 santimetrdan har bittasi. Ikkitasi 1,60 bo'ladi. Bo'yi 2,40 bo'ladi. Antresol ham addenni ajrab chiqadi bunisi. Bunimizning narxini 1,700,000 so'm qilib beramiz. Vodiy bo'lib dastavkasi bor buni. Dastavkasi bilan bu. Navbatda stolimiz bor. Endi bir atlatga qo'yib ishlatsa bo'ladi. 100,000 so'm bu. Servantimiz bor. Oshxonaga qo'yib, временni tashqarida oshxonalarga qo'yib ishlatsa bo'laveradi. 80 ga 2 metr bo'ladi. Bunimizning narxi 350,000 so'mdan. Dastavkasi kelishgan holatda. Xolasi taxtali polkali, xolasi aynali variant. Tanlab olishaveradi, qaysi biri yoqsa. Keyingisida kravatimiz bor, buni sotildi. 600,000 so'mga berdik. Gilomimiz-chi? Gilomimiz 3 ga 5, 4. 3 ga 4 mi? 3 ga 4. Xo'p, bunimizning narxini 400,000 so'm qilib beramiz obunachilarga. 400,000. Xitoy go'rga gamotimiz bor. Brus 220 bo'ladi. Xitoyda ishlab chiqarilgan, holat tiniq. Buni adbatlarida mana ichlari ham toza ishlatilgan. Buni ko'pi tremos mana kamotning tepasi anaqa shilinib, dog' bo'lib nima bo'lib ketadi. Bu toza ishlatgan. Birorta joyda g'ubori yo'q. Brus 2 metr, 220 bo'ladi. Servanti 2 metrga 220 servanti 2 ga bo'linadi. Maytdan ajraydi. Aqalaqa olib kirib, olib chiqishlariga oson. Bunimizning narxini 3,800,000 so'm dastavkasi bilan. Vodiy bo'ylab. Navbatda shifanerimiz bor. Polka qo'yib beramiz bittasiga. Qaysi biriga deysa. Tepalari. Bunimiz 700,000 so'm qilib beramiz. 700,000 so'mga 4 yil shifaner. 700,000 so'mga 4 yil shifaner. Zo'r. Kuxunligimiz bor 1,20. Qolgan razmerlarga ilib olishaveradi. Akril bo'ladi. Qirg'oqlari tunuka, kromka bo'ladi. Suv tegsa, netsa hech nima bo'lmaydi. Stalishnitsasi, moykasi bor. Moykasi ham unaqa nima bo'lib ketmagan. Holat tiniq turibdi. Bunimizning narxini 1 million so'm qilib beramiz. Pastavkamiz bor. Pastavkamiz Xitoy ishlab chiqarilgan. Buni nima desa bo'ladi? Bizda ko'pchilik tushunmayapti. Mehmonxonalarga o'sha televizor tagiga qo'yib qo'ygani, kalonka qo'yiladi ikkita chekkasiga, ustiga suvner narsalar qo'yib qo'yiladi. Bunimizning narxini 400,000 so'm qilib beramiz. 400,000. Keyingi joyimizdan ham video davom etadi. Keyingi joyga ham yetib keldik mana. Ikkinchi joyimizdan xo'p, kravatimiz bor. Belarusiyada ishlab chiqarilgan 90 ga 1,90 bo'ladi. Oyog'i splashni matras, nima? Oyoq bo'ladi. Holatlari tiniq. Materiallarni yangilab berganmiz. O'z ichida eskilari ham turibdi. Prostali odam tabi har xilligi uchun sudan yangi material qoplab bergan. Bunimizning narxini necha qilib berasiz buning narxini? Bunimiz obunachilarimizga 1 million so'm qilib beraman. 1 million. Jupini 1 million qilib beraman. Donasi 500,000 so'mdan, ha. Obunachilar ikkitasini sizlarga 1 million. Keyingisida 350,000 so'm toqa kravatimiz bir dona. Bunisi bor 400,000 so'm. Matrasi ikki tomonlama, ikkovini ham, ag'ini ham, bag'ini ham ishlatsalar ham bo'ladi. 150 mingga 400 ming so'm. 400,000 so'm.
Bu Zo'r. simchali varianti 400 ming so'm, narigisi 350 ming so'm. Hop, bunimiz bor, oshxonaga qo'yib ishlatsa bo'laveradi. G'aladonlar, nimalari bor. Eshiklari ochilib yopiladi bemalol, hamma yoq bexijolat. Bunimizni narxini 350 ming so'm qilib beramiz. Dastavkasi kelishgan holat. Servantimiz bor, Miraj deydi buni. 180 ga 230 bo'ladi. 3 ga ajraydi bu. Addenni bo'lib olib keladi. 3 addenni bo'ladi. Bunimizni narxini 1 million 200 ming so'm qilib beramiz. Dastavkasi kelishgan holatda. Hop, navbatda servantimiz bor. 8069 degan modeli 3 ga bo'linadi bu. Kimga narx qiziq bo'lsa, buni eng arzon narxda 1 million 700 ming so'm vodiy bo'ylab dastavkasini ham qilib beraman buni. Buni bitta aybi bor mana. Maytini kromkasini yangilab berish kerak. Aybi shu. Bunaqa nima joylari yo'q. Prosta jicha qarovsiz qoldi bunimiz. Keyin obunachilarimizdan bitta narsani iltimos qilamiz. Nimani oldim deb baraka qilishsa, telefonda bizda labs halol. Oldim deb baraka qilishsa, keyin agar fikrlari o'zgarib qolsa, biroz telefon qilib, aka ola olmadim shuni deb aytib qo'ysin. Hali telefonda olmay, anday qilib chalg'itib yurishmasin. Shunaqa bo'lib, jicha tushunmovchiliklar bo'lib qolyapti. Ashularga e'tibor berib qo'yasizlar degan umiddaman. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Akamiz ishlari chiqib qoldi. Bag'ga biz davom ettiramiz. Xo'p, servantlarimiz bor. Mana eni 70 sm dan, bo'yi 220. Oshxonaga qo'ysa juda chiroyli aytadi. Narxi 300 ming so'mdan berib yuboramiz. Kimga ma'qul kelsa narxlari. Buni o'rtasi tortmali bittasiniki variantda, qolganlari eshikli. Chiroyli holatda turibdi. Keyingisi shifanerimiz bo'ladi. Ichlari keng. Bu kalta suvoshlarga, murskoy taraf, uzun suvoshlarga, tevasi yana polkasi bor qo'shimchasi. Bu taraf ponni vishilkali. Juda chiroyli holatda turibdi bulari. Razmeriga keladigan bo'lsak, 1.60 ga 2.30 razmeri, bo'ylari ham baland. Narxiga keladigan bo'lsak, 1 million 200 ming qilib beramiz. Farg'ona ma'lum bo'yicha dastavkasini ham qilib beramiz. Keyingisi 450 mingga trimoyimiz bor. Tortmalari yangi qo'yib berganmiz, bilasiz. Chiroyli holatda turibdi. Pufigi bilan 450 ming so'm. Juda mana yabishli narsa bu. Mana. Xo'p. Keyin xuddi shuni ikkita tumbasi bor. 150 mingga beramiz ikkitasini. Obunachilar. Keyin gazimizni ko'ringlar. Fere. Mana ishlari. Ishlab turgandan to'g'risi chiqarib oldik. Holatlari zo'r turibdi, aybi nuqsoni yo'q. Narxiga keladigan bo'lsa, obunachilar 800 mingga beramiz. Gaz purish olaman degan narxda sizlarga beramiz, obunachilar. Ulgib qolinglar. Xo'p. Keyin mashinaga o'xshagan eski narsalar bo'lsa, barterga ham kelishaveramiz, pulni sotib olaveramiz. Vodiy bo'yicha kelishgan holatda olib ketilaveradi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, qo'llab-quvvatlab turishingiz esdan chiqmasin.